Assalomu alaykum hammaga hurmatli obunachilarim. Bugun 8-fevral. Bugungi kunda astromeriya gulimiz ekkan edik, sizlarga ko'rsatgan edik. Bularning holati. Mana bular yam-yashil edi, kelganda ko'rsatganimda eslaringda bo'lsa. Bular endi tagidan yana ildiz otish jarayonida. Ko'chatlar nasib bo'lsa tayyor bo'ladi. Ko'chat holida olgan edim bular, ildiz otib nasib bo'lsa bahoda ko'karadi bular. Bularning ichida o'zidan ko'karib chiqqanlari ham bor mana. Mana shunday holatda. Bularni bizlar bugun 8-fevral sanasi bilan dalaga chiqardik. Chunki o'sha ko'p sovuqlar bo'lgani hisobiga sovuqda qolmasin, ildizini juda nozik gul, ildizini sovuq olib ketmasin degan maqsadda ichkarida saqladik. Endi bular ko'karish jarayonida. Shuning uchun bularni dalaga chiqardik. Bugun havo issiq. Mana ko'rsataman. Bugungi havo issiq, oftob chiqyapti plus darajada. Bularni chiqarganda ham e'tibor berib qarasalaring, mana hovlini bu tarafiga oftob bor, soya tarafiga qo'ydim. Chunki har qanday gulni birinchi boynagi chiqqan payti, endi ildizlagan paytida nozik bo'ladi bu gullar. Issiqdan birdan sovuqqa olish juda qiyin. Shuning uchun issiq havodan chiqqani uchun, quyosh ko'rmagani uchun bularni men uyda saqladim. Xona haroratida quyoshni ko'rmagan hisobiga birdan quyoshga qo'yishimni ma'qul bilmadim. Chunki birdan quyoshga qo'ysangiz ildizlari kuyib qolishi mumkin va bular so'lib qolishi mumkin. Shuni hisobiga bularni birinchi soyaga oldim. Shu yerda o'zi shu soya joyga qo'ydim. Shu yerda o'zi oftob tegadi, obeddan keyin keladi. Oftob kelgan payti shu yerda oftobdan oz fotosintez jarayoni bo'lsa, shuni o'zi yetarli bu gullarga. Ko'p ham oftobga birdan qo'yish to'g'ri emas. Mana bu gullarning davomi mana. Bu yerda 2 patka 20 ta olgan edim. Mana bularni ham yosh navdalari ko'karib yotibdi. Mana ko'karayotgan sizlarga yana bitta isboti qaranglar mana. Tagidan chiqqani mana yangisi ko'karyapti, mana chiqib kelyapti. Bular ham mana shunday bo'lib keladi. Mana yosh navdalar buni ustida ham bor ekan mana. Ko'karib kelyapti. Mana shunday bo'lib tagidan hali bular endi ildizotib ko'karib keladi mana shundoq bo'lib. Boshqalarida mana bular bor ekan. Bular ham sal katta bo'libdi, yosh navda. Mana buni ustida ham bu yosh navda mana chiqib kelyapti. Mana shunday jarayonda bular. Endi bularni dalaga moslashtiramiz. Hovlini haroratiga asosida uydan olib chiqdik. Endi uyga olib kirmaymiz, chunki havolar plus bo'lyapti, isyapti. Agar kechasi ham plus bo'lsa, xona harorati tashqariga qo'ysangiz endi hech narsa qilmaydi. Luboy o'g'ringizni, ko'chatingizni shunday shaklda qo'ysangiz hech narsa qilmaydi. Biz mana buni 31-da emas, 1-fevral kuni ekkan edim. 31-da ekkan mayda-mayda to'rtchalarga ekkan gul o'g'irlarni ko'rsatgandim. Ular hali ildiz otish jarayonida hali nima qilmabdi, bunaqa ko'karib chiqmabdi mana. Birinchidagilari lekin chaqqonlik qilib gulni sortiga bog'liq bo'lsa kerak, ko'karib chiqibdi. Bu gullar Vasilik gullar. Mahroviy sortidan. Nasib bo'lsa birinchi marta hali olmaganman, birinchi marta olishim, gullagani birgalikda ko'ramiz. Hali nasib bo'lsa mana bularni ham mana shunday ildizchalar o'tib chiqargani uchun gul o'g'larini chiqarib qo'ydim. Bularni ham tabiiy havoga moslashsin degan ma'noda. Mana bu yerda freziya gullari Lelinskiy lupin gullarimni ko'rsatgan edim. Sizlarga aziz obunachilar, mana shular birin-ketin chiqmoqda. Bu yerda 2-3tasi chiqdi, men bilmasdan teginib qo'yibman. Nimasini, barchasini sindirib qo'ydim. 2-3tasini. Bunday chiqar ekanda bu. Shunga qiziqib bunday olaman desam, qo'lim noto'g'ri teginib sindirib qo'ydim. Shuning uchun qolganiga teginmayman endi. Mana shundoq uslubda bular ham katta bo'lmoqda. Bular shu paytgacha xona haroratida saqlagandim. Qarasam tanasi ingichkalashib ketyapti.
Bu fotosintez ko'rmaganidan, oftob ko'rmaganidan bo'lyapti deb o'yladim va buni dalaga chiqarib qo'ydim. Endi natijalarini yana ko'rib boramiz, aziz obunachilar. Yana sizlarga qaysi gulni ko'rsatsam. Xo'p, bir de piyoscha ekkan edik, chiqibdi. Lola gullarimiz bor edi, aziz obunachilar. Sizlar bilan birgalikda ekkan edik, ikki jarayonini olgan edik. Mana bu lolalarimiz chiqdi. Mana chiqibdi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shular lolalar. Mana qip-qizil bo'lib chiqibdi. Lolalarimiz mana birin-ketin chiqishni boshlayapti. Ba'zi birlari hali chiqmagan, ba'zi birlari chiqish jarayonida. Mana shundoq nimada ketyapti. Davom etib mana shundoq. Ayni chiqaryapti. Endi ildizchalar bo'ynagi nimalarini, barchalarini chiqaryapti. Mana qaranglar. Maylicha hali. Bularni yana chiqqanda sizlar bilan bo'lishib boramiz. Bu qatorga hali hech narsa ekilmagan. Nasib bo'lsa yangi gul o'g'ib kelganlarimizni ko'chatlarini ekamiz. Bu qator bo'sh, bunisi ham bo'sh halicha. Bu qator ham bo'sh hali. Bunisiga eslaringizda bo'lsa, obunachilarim giatsint gulini ekkandik bunisiga mana. Bular ham ko'karish jarayonida. Bularning ustiga sovuq urmasin deb qishni kunida somon tashlab qo'ygandim. Qishloq sharoitida endi ustiga birinchi apelka tashlab qo'ydim, keyin yanada somon tashlab qo'ydim. Mana shu shaklda mana. Bular ham chiqyapti azizlar, mana. Ko'kcha bo'lib endi chiqyapti. Uyg'onish davriga kirishyapti bular ham. Mana ko'k piyoschalar mana shundoq bo'lib chiqyapti bular ham azizlar. Uyg'onish davriga kiryapmiz chunki mana havolar isishni boshlagan hisobga. Shundoq bo'lib ko'karishni boshlayapti azizlar. Ana somonni ham tagidan, apelkan tagidan ko'karib chiqyapti bular. Mana bu yerda bu ham shu giatsint gulini davom edimi? Yo'q. Bu liliya gulimiz. Mana liliya gulimiz. Mana shundoq bular ham chiqishni boshlagan. Mana somonlarni tagidan chiqishni boshlayapti azizlar. Shu shaklda ketyapti. Bir qatorga giatsint, mana shu bir qatorga polni liliya guli ekkanman. Mana bu bir qatorga atirgul ekib qo'yganman. Va hovlini bu nimasida bu qatorda atirgullarim bor edi-yu. O'shani qatorga atirgul ko'chatlarimni mana shu shaklda qilib qo'yganman. Ustini yopib qo'yganman va e'tibor beringlar azizlar. Bularni qishdan yaxshi asrash uchun ko'ngillar sovuqlarda mana shunday somon ichiga solib qo'ygandim va ustini yopib qo'ygandim. Ildizini sovuq urmasligi uchun. Mana bu yerda ham bor. Shunaqa qilib yopib qo'yganman bularni. Endi havolar isiysa asosda ochib havoga moslashtirib boramiz nasib bo'lsa. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Mana shu bir qator liliya, bu bir qator giatsint, bu bir qator atirgul. Mana bu yerda uchta qatorimiz bo'sh qoldi va keyingi qatorda lola ekdik. Mana shunday qilib birin-ketin chiroyli qilib gullarni nasib bo'lsa urug'larimiz tayyor bo'lsa qolganiga tayyorlab boramiz. Sizlar bilan birgalikda albatta kuzatib boramiz. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Va hurmatli obunachilar, mana shuncha mehnatda nimani ko'rib boryapsizlar. Sizlarga ma'qul bo'lsa, manzur bo'lsa, obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolardim. Har bir kommentariyani o'zim diqqat bilan o'qiyman va qo'limdan kelguncha kimda savol bo'lsa javob yozib qoldiraman. Obuna bo'lishni bilmaganlar, ko'pchilik gruppa a'zolarim qanday obuna bo'ladi bilmayapmiz deyishyapti.
obuna bo'lishdi. Qanday obuna bo'lasiz menga? Meni har doim kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, meni o'sha videolarim tagida shunday o'qisangiz, gullar haqida gapirilgan, o'qisangiz tagida obuna deb yozilgan joyi bor. O'sha narsani shunday bossangiz obuna bo'lasiz. Qo'ng'iroqcha tugma nima belgisi bor. Qo'ng'iroqcha obuna bo'lib qo'ysangiz, meni har doim videolarim birin-ketin sizga kelib tushaveradi va uni ochib ko'raverasiz, hurmatli obunachilarim.